O'rtoq qalaysan? Yaxshimisan? Nechun ziyorat qilib kelibsan? Endi bilasan-ku, bizning guruhda sendan yaxshiroq tadbirkor yo'q. Ha. Shunga bir maslahating kerak edi. Nima maslahat o'rtoq? Qara, men Xitoydan yuk olib kelaman-ku. Hozir zo'r klient chiqyapti, shunga tovarlarni olib kelib berishim kerak. Vaqtida aytgan vaqtida olib kelib bersam agar, to yaxshi daromadim bor xudo xohlasa. Sal tushuntiribroq aytib bergin, qanaqa xaridor, qanaqa yuk tushunmayman. Endi qara, men nozik yuk olib kelaman, bilasan. Yukim urinib qolishi bor. Keyin hozir kargochilarim menga 30 kun, 35 kunda olib kelib beryapti-da yukni. Menga klientim talab qo'yyapti. 25 kunda yuklar kelsa deyapti, katta partiya sotib oladi. Hozir agar men o'zimni kargochim bilan ishlab qo'ysam, yukka ham kuyaman. Klientim ham keyin bu yukni mendan sotib olmaydi. Bilas, tupikdaman o'rtoq. Men seni tushundim o'rtoq, qara. Instagramga kirasan. Mana Best Logistic Uz deb yozasan. Men bu kompaniya bilan uzoq yillar davomida o'zimni tadbirkorlik faoliyatimni olib boraman. Ya'ni bilasan, men Xitoydan yuk olib kiraman. Bemalol. Ishonchli kompaniya. Har bitta yukingni 18 kundan 25 kungacha olib kelib berishadi. Nimaga 25 kun? Oralig'ida 7 kun zazori bor. Qanaqadir force majorli bo'lib qolishi mumkin. Qaysidir davlat chegarasida qolib ketib qolishi mumkin. Yo'l azobi bo'lishi mumkin. O'shanga sana qanaqadir yukingga zarar yetadigan bo'lsa ham 100% o'zligi qoplab berishadi o'rtoq. Mayli, 25 kunda olib kelib berishsa ham ishonchli bo'lsa-chi, 1-2 kunga klientimni ko'ndira olardim-da. Polni 100% ishonchli. Ularni boshlig'ini o'zi Xitoyda istiqomat qiladi. O'zimizning akamizni Oyatulla akam bo'ladi. Xullas, misol uchun qanaqadir seni mahsulotingga, tovaringga, yukingga zarar yetadigan bo'lsa ham 100% qoplab berishadi. Ularga misol uchun aytadigan bo'lsam, birog'i senga aloqaga chiqishadi, xohlasang yuklaringni ham shunda 18 kundan 25 kungacha olib kelib berishadi. Yo'q, ularni ovora qilma. Men o'zim aloqaga chiqayda o'rtoq. Senga rahmat. Bo'pti. Ishlarimni hal qiling. Keyin qara, men foydangdan bir ikkisini menga berib ketarsan, maslahatim tekinmasin. Xohlasa. Bo'pti, ko'rsam.